Men ayni damda G'ijduvon tuman sog'liqni saqlash bo'limidaman. Bu yerda hozirgina yuqori texnologik murakkab jarrohlik amaliyoti muvaffaqiyatli yakunlandi. E'tiborlisi, bu turdagi operatsiyalar tumanda ilk bor emas. Ular izchil ravishda o'tkazib kelinmoqda. Bu esa hududda tibbiyot sohasiga qaratilgan e'tibor, zamonaviy texnologiyalar joriy etilayotganligi hamda shifokorlar malakasi ortib borayotganligining amaliy ifodasidir. Operatsiya tuman sog'liqni saqlash bo'limi shifokorlari tomonidan muvaffaqiyatli bajarildi. Murakkab jarrohlik amaliyoti ham o'z yakuniga yetdi. Bu yerda umumiy necha nafar shifokorlarimiz, tibbiyot xodimlari ishtirok etdi? Shu to'g'risida biroz ma'lumot bersangiz va laparoskopik operatsiyalarning afzalligi nimalardan iborat? Amaliyotimiz bizani muvaffaqiyatli o'tdi. Hozirgi operatsiya jarayonida 10 ga yaqin shifokor hamda hamshiralargacha ishtirok etadi. 10 nafar bemorimiz bizani bir kun oldin kelganlar, o't tosh kasalligi bilan, o'tkir toshli xolestit quchlik pristup bilan biza kerakli birlamchi tibbiy tekshiruvlarni hammasini qilib, standart asosida diagnostika va davolash taktikasini boshlaganimizdan keyin mana bir sutkani ichida, hali bir sutka o'tgani yo'q, kelganlarida operatsiyadan oldin tayyorgarliklarni olib, hamma tekshirishlarni qilib bo'lgandan keyin mana operatsiyadan o'zingiz ko'rdingizlar, muvaffaqiyatli amalga oshirdik. 10 mingga yaqin operatsiya o'tkazganmiz. Avvallari bunday operatsiyalar respublika hamda viloyat miqyosdagi tibbiyot muassasalarida o'tkazilgan bo'lsa, bugun tumanning o'zida o'tkazilayotganligi aynan G'ijduvonda tibbiyot sohasiga qaratilayotgan e'tiborning yaqqol dalilidir.